Assalomu alaykum azizlar. Bugun N17 oddiy qora modelimizdan sotdik. Sumkasiz, sumkali modellarimiz ham bor. So'mga 7 million so'm qilib berdik. 560 dollardan chiqadi. 560 dollardan deyarli 10-15 dollarini o'tib berdik. Akamiz oldi, xudo xolasa. Sven Motors firmasida har xil turdagi yuk tashiydi, odam tashiydigan har xil mana bunaqa kabinkalilardan sotishda davom etyapti. Akamiz oldi mana. Sven Motorsga kelaverasizlar. Motobayklarimiz bor, elektriskiy, chug'uldirayli katta 1 tonnalilardan bor. Detskiy va velosiped elektriskiylardan bor. Z1 model, Z2 modellarimizdan bor. Kelaverasizlar bemalol. Kichkina modellardan desanglar, kichkina modellardan ham bor. Narxlari 3 million 900, 4 million 400 kami bor. Savdolashamiz. Telefon raqamlariga telefon qilsanglar bemalol aloqaga chiqsalar, Telegram, WhatsApp raqamlarimiz bor. Rossiyadagilar ham bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana assortimentlardan ko'rsataman. Modelimiz eng katta modelimiz chug'uldirak, kichkinaroq yuk tashiydigan va eng kichkina model 450, 580, 670, 710, 750 dollarliklar. 900 dollar, 860 dollar. So'raverasizlar bemalol savdolashamiz. Arzon model deganlarga pushti rangdanimizni 3 million so'm qilib beramiz. 3 million 900, 4 million 400, 4 million 600 va bu yoqqa ketaveradi. 7 million 200, 7 million 900, 8 million. Azizlar, videoga like, podpiska bosinglar. Skuterga qiziqadigan akalarga tashab qo'yasizlar. Arzonlari skuter, bez prava eshitmaganlar uchun bez prava bemalol minsa bo'ladi. Sog' salomat bo'lasizlar. Akamizga mana bitta skuterni tayyorlab berdik, qorasidan, chiroyli rangidan. O'ta go'zal, chiroyli rangi. Kilometr uzoq yurishi 60 plus minus kilometr yuradi. Mana akamiz olib ketyapti. Hayır. 7 million so'm qilib berdik shu modelimizni. Kelaverasizlar. Arzonroq gaplashaveramiz. Telegram, WhatsApplarga telefon qilsanglar ham gaplashaveramiz. Internet orqali dastavka qilib beramiz. Sog' salomat bo'linglar.